Assalomu alaykum, Samandar savdolar bo'lib turibmi? Siz sog'liqlaringiz yaxshimi? Bugun aksiyani yomon qo'yib berdim. Ramazon oyiga eng aksiyani bombasi menda qarang. Og'a ko'ryapsiz, odam yozdi. O'ta ham yozdi. Qarang og'a. Bizda eng aksiyani yomoni bo'lyapti og'a. Undan oldin bir dona like bosib, obuna bo'lsa, uni tushirasiz og'a. Qarang. Bizda kartikalar kelgan. Bular qarang 50 ming so'm, 65 ming so'mdan sotganman men og'a. Bu yupqa qilib qarang. Atiga 45 ming so'mdan qo'yib beryapman. 45 ming so'm ro'za Ramazon oyi munosabati bilan. Faqat bugun aksiyada bemalol kelib, kimga kerak bo'lsa, bemalol mashina olib ketishadi. Atiga 45 ming so'mdan olib ketishadi. Bundan tashqari, shimlarimizdan keyin og'a. Qiz bolalarga bular, jeniskiy narsa. Kimga shunaqa shimlarimiz kerak bo'lsa, atiga 80 ming so'mdan aksiyada bo'lyapti og'a. Men 120, 140 deb o'tirmayman og'a. Shunday nimadan berib o'raman, 80 ming so'mdan kelishadi akalar. Bundan tashqari Xitoydan manaqa narsalarimizni olib kelganmiz og'a. Jaketlarimizni. Qalinligini ko'ryapsiz og'a. Ularni qarang. Atiga 80 mingdan sotyaptim. Mayli. Bozor bu 60 ming so'mdan qo'yib beradi. Ranglari bormi buni? Ranglari qora ranglari, qizil ranglari bor og'a. Bemalol kelib olib ketishadi. Atiga 60 ming so'mdan og'a. Qarang, undan tashqari uzun ko'ylaklarimiz ham bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Bunday odam ko'p. Qancha? Bular opa 70 ming so'm. Hey. Mana qarang. Bularni 80-90 deb o'tirmayman og'a. Kimga kerak bo'lsa, atiga mana 60 ming so'mdan olib ketaveradi. Uzun ko'ylaklar. Og'a, bitta narsani eslatib qo'ying. Odamlar gavjun, yeygan, undan keyin tez tugab qolyapti narsani. Buning uchun uzun so'rayman odamlardan. Iloji boricha yetkazib berishga harakat qilyapmiz og'a. Bular qancha edi? Opa, bular 45 ming so'mdan. 45 ming so'm ekan. Eng zo'rini aytaymi? Eng zo'ri. Ayting-kan. Qarang. Kastimlarimizdan kelgan yangi qilidan. Buni qarang og'a. Buni 80 ming, 100 ming deb o'tirmayman. Atiga qarang, 80 ming so'mdan berib o'raman. 80 ming so'm. Ranglari bormi uni? Ranglari mast rangidan bor. Kimga kerak bo'lsa, bemalol kelib olib ketishadi og'a. Bitta donalak bosib, obuna bo'lishni unutmasin kanalga. Manzilga keladigan bo'lsa, avtobus stoyanka, avtobus stoyankadan shunday yasaysiz, Andizonli balada sayzdan idlar, Samandar adlar. Yaxshi savdolarni bersin.